Assalomu alaykum. Quyidagi qosmas integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan 1 gacha arc tangens x bo'lingan x ko'paytirilgan kvadrat ilzosida 1 minus x kvadrat dx. Yechish. Berilgan integralni I harfi bilan belgilaymiz. Integral 0 dan 1 gacha arc tangens x bo'lingan x ko'paytirib kvadrat yuzasida 1 minus x kvadrat dx. Quyidagi almashtirishni bajaramiz. X barobar sinus t. U holda dx kosinus t dt ga teng. 1 minus x kvadrat yuzasida. Bu teng kosinus t. Agar x 1 ga teng bo'lsa, t pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. X 0 da, t 0 ga teng. Demak, bu berilgan integralimiz teng bo'lar ekan 0 dan pi taqsim 2 gacha arc tangens sinus t bo'lingan sinus t kosinus t hamda ko'paytirilgan kosinus t dt. Demak, bu teng bo'ladi. Integral 0 dan pi taqsim 2 gacha arc tangens sinus t dt taqsim sinus t. Endi parametr kiritish metodidan foydalanamiz. G a barobar 0 dan pi taqsim 2 gacha arc tangens a sinus t bo'lingan sinus t. Agar a 1 ga teng bo'lsa, ya'ni g 1 bo'ladigan bo'lsa, bu berilgan integralga teng bo'ladi. Endi a parametri bo'yicha g dan hosila olamiz. Ya'ni integral 0 dan pi taqsim 2 gacha arc tangens a sinus t dt. Bu teng bo'ladi. Sinus 0 dan pi taqsim 2 gacha integral sinus t dt bo'lingan 1 plus a kvadrat sinus kvadrat t sinus t. Bu teng bo'ladi 0 dan pi taqsim 2 gacha dt
bölüngen 1 plus a kvadrat sinus kvadrat t. Oxirgi integralda o'zgaruvchilarni almashtiramiz. Tangens t u bo'lsin. U holda t barobar arc tangens u va dt teng bo'ladi du bölüngen 1 plus u kvadratga. Sinus kvadrat t teng sinus kvadrat t bölüngen sinus kvadrat t plus kosinus kvadrat t. Bu teng bo'ladi tangens kvadrat t 1 plus tangens kvadrat t yoki u kvadrat bölüngen 1 plus u kvadrat. Bu holda bu noldan berilgan integralimizni chegarasi o'zgaradi. Noldan cheksizlikgacha du taqsim 1 plus u kvadrat va mahrajda 1 plus a kvadrat u kvadrat taqsim 1 plus u kvadrat. Bu o'z navbatida teng bo'ladi. Integral noldan cheksizlikgacha du bölüngen 1 plus a kvadrat u kvadrat. Bu yulduzcha bo'lsin. Yulduzchada quyidagi almashtirishlarni bajaramiz. Ya'ni bu yerda v barobar kvadrat ildizi ostida 1 plus a kvadrat u almashtirishni bajaramiz. U holda dv teng bo'ladi kvadrat ildizi ostida 1 plus a kvadrat du yoki du teng dv bölüngen kvadrat ildizi ostida 1 plus a kvadrat. Demek bu integral teng bo'ladi noldan cheksizlikgacha dv bölüngen kvadrat ildiz ostida 1 plus a kvadrat bölüngen 1 plus v kvadrat. Bu teng bo'ladi 1 bölüngen kvadrat ildiz ostida 1 plus a kvadrat integral noldan cheksizlikgacha dv 1 plus v kvadrat. Bu teng 1 taqsim kvadrat ildiz ostida 1 plus a kvadrat arc tangens v noldan cheksizlikgacha. Bu teng pi taqsim
2 ko'paytiruv 1 bo'lingan kvadrat ildiz ostida 1 plus a kvadrat. Shunday qilib j shtrix a teng bo'lar ekan pi taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim kvadrat ildiz ostida 1 plus a kvadrat. Bundan j ani topadigan bo'lsak, u holda bu teng bo'ladi pi taqsim 2 natural logaritm a plus kvadrat ildiz ostida 1 plus a kvadrat plus s. Agar ani o'rniga 0 qo'ysak, bu berilgan integralimiz 0. Demak, bundan s 0 ekanligi kelib chiqadi. U holda j a teng bo'ladi pi taqsim 2 natural logaritm a plus kvadrat ildiz ostida 1 plus a kvadrat. Agar ani o'rniga 1 qo'ysak, berilgan integralimiz hosil bo'ladi. U holda bu integral teng pi taqsim 2 natural logaritm 1 plus kvadrat ildiz ostida 2. E'tiboringiz uchun rahmat.